indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etib men beriyo xayr ayladim. Eng ajab olam ekan bu olami, sayr qilsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolar içinde yoktur havo. So'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q, aqrabolar yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be o'chog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Tomi ham, devori ham tuproq erur, eski g'ordan ham qorong'uroq erur. Qoru yomg'ir tomlarin qilmish xarob, loyga aylanmish tani oliy janob. Bu binolar yonma-yon, katta kichik, ba'zisi kimning uyi, nomi bitik. Ba'zisin ustida naqshinkorlik, sangi marmarga bitik yodgorlik. Ermi, xotinmi, qarimi, yoshmi, yoki jodu ko'zmi, qiyg'och qoshmi? Yo gadomi, yo halim yoki chapan, kim tanib olgay suyakning rangidan? Bir-biridan farqi yo'q hech kimsaning, po'sti yo'q, so'ngak erur jismi aning. Kim takabbur bo'lsa ham davosi yo'q, nozaninlar nozi istig'nosi yo'q. Makr etishga holi yo'q makkorning, holi yo'q toat uchun dindorning.